Yaxshilik. Farhod Musajonov. Fazliddin o'rtog'i Nabi bilan ko'chada o'ynab yurardi. Shu payt ular qo'shnilari Normamad boboning kelayotganini ko'rib qolishdi. Cholning qo'lida tugunchasi ham bor edi. Fazliddin hovliqib o'rtog'iga kerildi. Hozirchi men borib Normamad bobomlarga yordam beraman. Bilasanmi, men doim qariyalarga yordam beraman. Meni Normamad bobo juda yaxshi ko'radilar. Ishonmasang, men bilan yur, o'zing ko'rasan. Bolalarga yaqinlashib qolgan Normamad bobo Fazliddinning so'zlarini eshitdi-chog'i miyig'ida jilmayib qo'ydi. Fazliddin boboning oldiga yugurib bordi va uning qo'lidagi tugunchasini oldi. Bobo, keling, yordamlashib yuboraman. Sizga doim yordam beraman-a? So'radi Fazliddin, Nabi eshitishi uchun jo'rttaga ovozini ko'tarib. Ha, har doim yordam berasan. Boshini qimirlatib tasdiqladi Normamad bobo. Fazliddin oldinda, Normamad bobo orqada yo'lga tushdilar. Normamad bobo uyga yetganidan keyin Fazliddinning qo'lidan tugunchani oldi, lekin har galgidek barakalla bo'talog'im, odobli bola ekansan, deb maqtamadi. Faqat quruqqina qilib rahmat dedi va engashib Fazliddinning qulog'iga allanarsalar deb pichirladi. Keyin kulimsiragancha uyiga kirib ketdi. Fazliddin noqulay ahvolga tushib qoldi. Labini tishlab, chap oyog'i bilan yer chizib qoldi. O'rtog'i uning yoniga yugurib keldi. Ha, nega nafasing ichingga tushib ketdi? So'radi Nabi. Normamad bobo nima dedilar? Fazliddin boshini ko'tarmadi. Nega indamaysan? Normamad bobo yaxshilik qil, lekin maqtanib yaxshiligingni yuvib yuborma dedilar. Zo'rg'a javob berdi Fazliddin.